sizga darvoza buyurtma qilgan inson oldindan qanday to'lov qilish kerak? Xo'p, biz katta summa olmaymiz. Mana shtampovkaga yoki listliga buyurtma berdi. Xo'p. O'rtacha hisobda necha kunda tayyorlab berasiz? Shu shtampovkani listli darvozalarda kraskasiga garantiyasi necha yil bo'ladi? Yetkazib o'rnatib berish xizmatlari qayerlargacha mavjud? Shu 100% topganga shu darvozani ochib Besplatni qo'yib beramiz. Darvozani olib borib uстановка qilib beramiz. Samый главныйsi darvoza yo'qsa pul berishadi. Ochamizmi? Ochamiz. Bismillah. Darvozamiz old orqa bir xil. Mana bu yerlarni polni gibka restoranimizda ekib chiqarganmiz. Barchangizga assalomu alaykum, hurmatli Vodiy bozor YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, kanalimiz mehmonlari. Ushbu video roligimizni sarlavhasidan ko'rib turganinglardek, bugun xudo xohlasa sizlar bilan yana temir darvozalar haqida gaplashamiz. Hammanglar bilib turganinglardek, bugun yana xudo xohlasa darvozalarda makoni bo'lgan Namanganga yetib kelganmiz. Bu yerda manzillarni hammasini oxirida aytib o'tib ketamiz. Bugungi video roligimiz qiziq bo'ladi, azizlar. Sababi bitta shu darvozani ochib ko'rsatamiz videoda o'rtarog'ida. Razmerini topganga 7-8 million atrofida shunaqa shtampovka darvozani 100% bepul olib borib o'rnatib beraman deyapti akamiz. Video davomida hamma ma'lumotlarni to'lig'ini ko'rasizlar. Like bosib azizlar, o'zingizlar fikrlarni yozib qoldiringlar. Uyda qurilish qilayotgan yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar. Hormay Anasxon aka. Salomat bo'ling, yaxshimisiz aka? Obunachilar bilan salomlashib olsak, videoni boshlayveramiz aka. Assalomu alaykum Vodiy bozor obunachilari. Bizning adres Namangan viloyati, Namangan shahar, Lolijahon bozorida joylashgan. Kimga shunaqa darvoza keladigan bo'lsa, o'zlarida agarda rasm bo'ladigan bo'lsa, tashlab yuborishdan, xudo xolasa, shu darvozani o'zidan qilib beramiz. Eng asosiysi, darvozani olib borib uстановка qilib beramiz. Самый главныйsi darvoza yo'qsa pul berishadi. Yo'qmasa qaytarib ketaveramiz. Nima uchun desangiz, bizga pul muhim emas. Pulni siz bilan biz topamiz, senjon sog' bo'lsa, bizga ishonch bildirib zakaz qilgan insonlarning roziligi muhim. Avvalambor insonni nazaridan qolmaslik. Albatta. Xo'p bo'ladi. Aka, endi bitta savolim mana boshdan. Endi birinchi marta siz bilan ishlayapsiz, xudo xohlasa o'zingiz qilasizmi shu darvozani? Hamma darvoza o'zimizdan chiqadi. Hammasini mana shu yerda o'zingiz yasaysiz. Xudo xohlasa, hammasi o'zimizdan chiqadi. Bolalar bilan o'zi birgalikda yasaysiz. Albatta. Xo'p, endi video davomida hammasini hali aytib ketamiz aka. Olib borib o'rnatish kvadrat hammasi. Birinchi bo'lib obzorlarni qilib beraveraylik. Xudo xohlasa. Shu darvozadan boshlayveramiz. Xo'p, bu darvozamiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahriga o'rnadi. Darvozamiz akamiz YouTube platformasiga ko'rib bizga zakaz qildilar, inshaalloh. Iloji bo'lsa, yana gapingiz bo'ldim, uzr. Birinchi bo'lib nima fasonini aytib ketsangiz. Bu darvozamiz high-tech fason bo'ladi. Darvozamiz eniga 4 metr, balandligi 3.60, tevalar lazerli gul bo'lgan, 2 qavatli shum izolyatsiya bo'lgan. Darvozamiz ikkita yo'llar o'ng profil, taglari shivellar bo'ladi. Utubli-tirlari ham 2,5 santimetrli utubli-tir bo'ladi. Darvozani asosan silliqqa ishlaganmiz. Germetik sepilmaydi bu darvozalarga. Xo'p, buni 2 qavat deyapsiz. 1.8 dan 2 qavatmi, 2 danmi? 1.8 dan 2 qavat bo'ladi. 1.8 likdan 1.8 dan 2 qavat bo'ladi. Yonlari, ikkala yoni o'ng profil bo'ladi. Xohlasa shivellar ham qilib beramiz. Xohlasa, endi o'zingizlarning talab istaginglarga qarab darvozani xohlagan joylarda o'zgartirib berishaveradi akalarimiz. Mana shu yerlariga mana profil qo'yilgan ekan. Tagi endi deyarli hammasi shivellar bo'ladi. Xohlasa yo'llarni ham shivellar qilib beramiz. Bo'laveradi. Bu darvozamiz 2 qavatli 1.8 dis bo'ladi. Birinchi qavat, ikkinchi qavat disda ham. Darvozamiz kvadrat metr 1.300.000 so'mdanga olib borib O'zbekiston bilan uстановка qilib beramiz. Darvoza yo'qsa pul berishadi, yo'qmasa qaytarib ketaveramiz. Ish jarayonlarini rasmga, videoga tashlab turamiz, ko'rib turishadi. Eng asosiysi mana shu dilarlarimiz polni hammasini o'zini stanovda gibkada egib chiqariladi. Bu ko'pchilik oldilar chekkalarga profil qo'yib, keyin list qadaga ustiga belgi shkolovga berib chiqqan polni biz stanovda egib chiqarganmiz. Isboti bilan deb yonidan hamma narsasi list o'zi egib chiqarilgan. Polni hamma yog'i mana shu o'zi chok bo'ladi xolos. Bo'ldi, tushunarli. Endi men maqtamayman, boshqa ham qilmay, o'zingizlar kelib baribir guvohi bo'lasizlar. Haligi maqtasa ham kommentariy negativlar ko'payib ketmasin. To'g'ri aka. Bo'ldi, buni 1.300.000 dan qilib beramiz. 1.300.000 so'mdan 1.8 2 qavat list qilib beramiz. 1.250.000 dan 1.200.000 dan o'zini istak talabiga qarab narxi arzon qimmat bo'lishi mumkinmi? Mumkin. 1 million so'mdan boshlab 1.400.000 ga chiqadi. Bo'ldi. Shu darvozamiz 1 milliondan boshlanib 1.400.000 gacha 1.400.000 ga chiqadi. Chiqadi. Xo'p. Tushunarli. Buni razmeri nechi? Eniga 4, balandligi 3.60 bo'lgan. 3.60 ga eshik adden. 4. Bo'ldi, tushunarli. Bunisi-chi? Hop, bu darvozamiz Samarqand fason 2023, 2024, 2025 dan eng trendi bo'lgan darvozamiz. Darvozamiz Andijon viloyatiga o'rnadi, Andijon shahriga. Andijonga. Darvozamiz o'zi 3 ga 3, ikkita chekkasi 35 sm dan nalishligi bor. Tevasi ham 45 sm nalishligi bor. Hop, darvozamiz 2 qavatli ham, shum izolyatsiya bo'lgan, utubli-tir bo'lgan. Bunaqa darvozani YouTube platformasida ko'rsangiz juda ko'pchilik germetik sepadi. Pulni hamma yoqqa. Arkalardan pulni list o'zdan chiqarganmiz biz. Arka qilib qo'ygan joyimiz ham bor. Ramkasini o'zdan video davomida ko'rsatamiz.
Ko'pchilik buni kesib chiqarib, belli julli shkolka tutadi. Biz silliq ishlab beramiz, arkalarni ham listdan chiqarib beramiz. Buni 1 kvadrat metr 1 million 300 ming so'mdan eng originalini O'zbekiston bo'ylab ustunovka qilib beramiz. 1 million 250 mingdan qilsa ham bo'ladi, metrlarga qarab. Tushunarli. 1 million 250 dan 1 million 300 atrofida bo'ladi. Buni ko'rishsa 1 million 350 ming, 1 million 400 ming o'ltirgan YouTube'da o'zi ko'pchilik. O'shanda ham Germatex sepadi. Biz asosan silliqqa ishlab beramiz. Silliqqa ishlab 1 million 300 ming so'mdan qilib beramiz original. Agar Germatex sepiladigan bo'lsa 1 million 200 mingdan qilib beramiz. Xo'p bo'ladi. Anasxon aka, endi bitta savol, o'zim qiziqtirgan savol. Darvozalarni mana ko'p chiqaramiz, obunachilar, kuzatuvchilar biladi. Sizda ham bir qandaydir bonuslar, skidkalar bormi? Ha, bonuslar endi ko'pchilik buni TV'siga oldiga 45 sm chiqqanini hisoblaydi. Biz 45 hisoblamaymiz. Iğne bilan bo'yni o'lchamiz. Necha kvadrat so'shani berishadi. Oldidan chiqqan 40-45 sm bizga o'sha bonus qilib beramiz. O'shandan kvadrati 1 kvadratda o'sha bo'ladi, 1,5 kvadrat atrofida bo'ladi. O'shandan pul 1,5 million so'm. Xullas, shuni o'zida masalan kelishib nima qilsa bir 100 dollar atrofida bonus bo'lar ekanda. Albatta. Endi bu o'zi 2 qanotli, buni отдельный qilib 3 qanotli qilsa ham bo'ladi. Bu Samarqand fasonining o'zidan rasmlardan bor bizda. 100 tane o'shoq, videolar ham bor, o'rnatgan joylarimiz ham bor. Hammasini tashlab turamiz. TV'dagi gullarimiz ham ko'lni gul bo'ladi. Pulni 1,5 profil o'zidan chaqib chiqarilgan bo'ladi hamma yog'i. Bo'ldi, tushunarli. Bu 1 u 2 ga oldi adashmasam. Oldi 1 2 deydi, 1 2 chiqmaydi. 1 chiqadi, xudo xolisa 1 2 chiqmaydi. Bo'ldi, shunaqa gulligi, haligi qalindan qilish imkoniyati yo'q ekan. Ha, 07 08 09 ham bo'ladi. Meni tushunishim bo'yicha 1 bilan 1 atrofida chiqadi. 1 2 1 3 deb gapirsa o'zi xarob bo'lib qolishi mumkin. Bo'laveradi. Meni tushunishim bo'yicha Anasxon aka 1 bilan 1 atrofida chiqadi, xudo xolisa. Shu oldini haligi yuqa bo'lishining sababi buni bukishda iloji yo'q ekan. Albatta. Qalinlarni bukishning iloji yo'q. Bu sinov o'zida prislab chiqariladi, o'shaning hisobiga qalinlisi chiqarib bo'lmaydi buni. Bo'ldi. Yana bitta narsani hisobini olib qo'yinglar, azizlar. Bu Samarqand fasondagi darvoza olayotgan insonlar, hozir o'tgan safar ham bitta akamizni syomka qildim. Razmerini aytsa, siz ko'p hisoblab oldingiz deb aytibdi. Bu yonidagi ham mana kvadratga hisoblanadi, to'g'rimi? Albatta. Ikkita yoni 35 sm nalishligi bo'ladi. Mana shuni ko'rsatib o'tib ketamiz. Ko'pchilik mana bu nalishning o'zini ham, mana bu orqasi list o'zini qadab qo'yadi, chekkasiga 3 ga 2 profil qadab, mana cho'tir list o'zini qadab qo'yadi. Bizniki tagidan list bor. Mana bu yerlar ham 2 qavat bo'ladi. Mana bu отдельный list, mana tagida ustidagi отдельный list bo'ladi. Bu yerlar ham 2 qavat bo'ladi, 1 qavatli bo'lmaydi. Ya'ni bu nalishligini TV'sini mana ikkita yonini boshqacha nalishing qilsa ham bo'ladi. Rasmlari bor, tashib yuboramiz, ko'rishaveradi. Umumiy hisobda necha xil darvoza bor sizda rasmlar? Umumiy hisobda 1,5 mingdan oshiqroq darvoza bor. Bo'laveradi. 1,5 mingdan oshiqroq. Ko'cha-ko'yda biror joyda ko'rib qolib, rasm tashlasa ham qilib. Rasm bo'lsa bo'ldi. Xudo xohlasa 100 ga 100 qilib beramiz inshaalloh. Bo'ldi. Alloh qodir qilgancha endi bu. Alloh qodir qilgancha chiqib beramiz. Bunisi-chi, bu qanaqa fasol? Bu darvozamiz Toshkentga o'rnadi. Okomiz ham YouTube'dan ko'rib bizni zakaz qildilar. Bu darvozaning o'zida rasmlari bor ekan. Bizda yo'q edi. Uka menga mana shu darvoza yo'qdi, shu darvozadan qilib bering dedilar. Shu darvozani o'zidan qildi, ish jarayonlarida rasmga, videoga tashlab turdim, ko'rib turdim. Poytaxtga ketyapti. Albatta. Toshkentga. Darvozamiz tashqariga ochiladi. Toshkent Parkent degan joyga o'rnaydi. 2 qavatli bo'lgan. Birinchi qavat listimizdan 1.8, ikkinchi qavat listimizdan 1.8, o'tib letel bo'lgan, shum izolyatsiya hamma yog'i bo'lgan. Darvozamiz kvadrat metri 1 million 450 ming so'mdan eng originalini olib borib ustunovka qilib beramiz, xudo xolisa. Xo'p, Anasxon aka, sizlar faqat shuma izolyatsiya qilasizlarmi yo vibra izolyatsiya? Shum izolyatsiya qilinadi. Shum izolyatsiya degani mashina yopishadigan shum izolyatsiya ham qilsa bo'ladi. Ichiga penoplast solsa ham bo'ladi, falga solsa ham bo'ladi, stiklovat solsa ham bo'ladi. Tushundim. Haligi bu darvozalarda hali vibra izolyatsiya degan narsa ham bor, ha? Albatta bo'ladi. Unaqani ham qilib berasizlar. Albatta. Xudo xolisa kelsa ularni qilib beramiz. Muammosi yo'q. Bu nechiga nechi? 1.8 dan 2 qavat bo'libdi, nech pul? Darvozamiz eniga 3,5 metr, balandligi 3.40 bo'lgan. Xo'p, darvozamizni kvadrat metrini 1 million 450 ming so'mdan qilib beramiz. Bo'ldi. Eslatib o'taman, azizlar, hurmatli kuzatuvchilar, aziz obunachilar, ko'rib turgan darvozalar qaysi biri sizlarga yoqsa, bemalol shu skrinshotni tashlaysizlar Anasxon akamizga, o'zingizlarning razmerlarga moslab qilib berishadi. Bu yerda turganlar hammasi deyarli buyurtma asosida. Albatta. Xo'p, bu darvozamiz ham Qashqadaryoga o'rnadi. Qashqadaryo. Fasoni? Yakkabog'ga o'rnadi. Bu afsona fason deyiladi, nerjiyoga kelib bo'ladi. Haytagi usulda bo'lgan. Darvozamizni ikkita chekkasida 45 sm dan nalishlik chiqqan. Nalishliklarni o'ziga ham nerjiyoga o'chirib berganmiz. Pulni hamma yog'i nerjiyoga, TV'larga ham nerjiyoga qilib berganmiz. Darvozamiz razmeri eni o'zi 4 metr, ikkita yonga 45 sm dan nalishliklar chiqqan. Nalishliklarni ham yo'ldan 10 sm dan egib chiqarganmiz sinovda. Darvoza как будто 20 sm ichkariga kirib o'rnadi. TV'dan nalishliklarimiz bor. Darvozamiz oldi orqa bir xil. Mana shu oldi ko'rinish qanaqa bo'ladigan bo'lsa, orqasi ham shuni o'zi.
O'zi 2 qavatmi, 3 qavatmi? Bu 2 qavat bo'ladi. 2 qavat. 1.8 dan. Albatta 1.8 bo'ladi, 2 qavat bo'ladi. Utility ham 6 sm bo'ladi qalinligi. Oldi orqa bir xil. Video davomida xudo xolisa buni ham ko'rsatib o'tamiz, ochib ko'rsatamiz. Orqalari ham ko'rilishadi, xudo xolisa. Ichlari polni nerjeveyka bo'lgan, bu ham silliq qilishlangan. Ruchkalarni qo'yib berganmiz. Mana xudo xolisa bu darvozamizni oldi orqa bir xilini 1.600.000 so'mdan qilib olib o'rnatib beramiz. Agar oldi bir xil shuni o'zaki bo'lsin deyishsa 1.300.000 so'mdan qilib beramiz bir qavatliga. Tushunarli. Shu o'rinda azizlar yana bir narsani eslatib o'taman. Bu ko'rib turgan darvozalarni buyurtma qiladigan bo'lsanglar kvadratni kelishib, sizdan kvadratdan oshiqcha pul so'ralmaydi. Ruchkasiga, ustasiga, ovqatiga bu narsaga pul so'ralmaydi. Yo'q, unaqa so'zimiz olib borib, ustunovka qilib beramiz. Samiglarni esa darvozani olib o'rnatganimizdagi mana sizga ishonganda mana shu puldan baraka toping deysiz olamiz. Yo'q, usta biz aytgandek bo'lmadi desangiz qaytarib ketaveramiz. Nimaga desangiz? Endi bunaqa imkoniyat to'g'risi endi haligi aytayapman, hozir gapirsam yana sen maqtayapsan yoki paxta qo'yapsan deb tushunishi mumkin-da. Bu video uchun men hech qachon PR ham boshqa narsa qilmaganman, kerak emas. O'zingizlar kelasizlar, ko'rasizlar. Yana bu darvozamiz oldi orqa bir xil, mana bu yerlarni polni gibka restoranimizda ekib chiqarganmiz. Hamma yog'ini bu yerlarda chok o'z bo'lmaydi. Bu yerda faqat svarka uriladi xolos. Mana bu yerlar polni lis o'zdan ekib chiqarganmiz hamma yog'ini. Utility ham 6 sm bo'ladi. Hozir video davomida qanotlarni ochib, orqa tarafini ham ko'rsatib o'tamiz. Bu mokriy asfalt ekan-a? Mokriy asfalt bo'ladi. Oldi orqa bir xil 1.600.000 so'mdan oshiq-moshqlarni ham tegani o'ziga ikkitadan pastga bittadan 3 tadan qo'yib berganmiz. Darvoza o'g'irligi hisobiga. Bu 4 ga 4 dedingizmi buni? Eniga 4 metr, balandligi 380. 380 ga yuqorisi. Qanotni o'zi nalishligi bilan u 4.35 4.40 ga qarab chiqadi balandligi. Bo'ldi. Shunisi ham aytmoqchi edim. Shuni ham hisobini olinglar. Hozir darvozani masalan 4 metrga 380 deb hisoblab turib, pulini shunday urib qo'ymanglar. Chunki yoni ham mana ko'rib turganinglar kvadratga hisoblanadi. Nijaveykalarni masalan aytib qo'yaylik, buni ham xohlasanglar gold svet, xohlasanglar shu, xohlasanglar qorasidan qilib o'zgartirish imkoniyati albatta. bor. Nerjeykani aytganlardan xudo xolis qo'yadi. Bu qayerga ketyapti? Bu ham maloshni ekan-a? Bu Farg'onaga o'ynaydi. Farg'ona Qo'qonga. Darvozamizni okamiz YouTube'da ko'rib ishimiz havas qilgan ekanlar, keldilar, jivo o'zlari şeyda ko'rishdi, ish jarayonlarini ko'rsatdi. Yo'qdi, shu darvozani yasab bering dedilar. Mana xudo xolis birga bir qilib yasab berdik. Okaga ish jarayonlarini rasmga, videoga tashab turdilar. Ko'rdilar hamma yog'ini. Xudo xolis darvozani tayyorlab qo'yganmiz. Darvozamiz eniga 3.35, balandligi 3.60 bo'lgan. Bir qavatli bu, 2 qavatli emas. Necha listdan? 1.8 list bo'lgan, bir qavatli bo'lgan. Demakki, buni ahamiyat beramiz. Tevda arkalar bor-ku ko'rsiz. Ana shu arkalarni pulni o'zini list o'zidan chiqarib beramiz. Buni 95% doridachilar o'zi ham arkasini kesib chiqaradi. Kamdan kam odam list o'zlashini arkasini chiqarib beradi. Hatto mana kirib chiqadigan eshigini o'zini ham tevasi arkasi bo'ladi. Arkalardan pulni list o'zidan chiqarib beramiz. Sizlarda shuni bukadigan stanok bormi? Yo'q, biz ruchnoy robota kesib chiqaramiz hammasini. Bo'ldi, o'zingizlarda ishlaydi. Chertojini chizib olib, kesib chiqaramiz. Bizga zakaz qilishsa 100 ga javob qilamiz. Nima uchun biz ko'rib turgan obunachilarimizga aytamizki, kesilgan narsa bilan butun narsaning farqi bor. Nimaga desangiz, butun qo'l bilan singan qo'l farqi bor-ku, to'g'rimi? Tushunarli. Albatta, o'shaning uchun butun qilib beramiz biz. Ishimizga javob qilamiz. Do'rdan chiqarib qo'yganimizdagi rasmga video tashlab ham qo'yamiz, ko'rilishadi. Xudo xohlasa, men tushunishim bo'yicha darvozalarda yaxshi xizmat qilish uchun maksimal darajada sabablari qilib qo'yilgan. Alloh qodir qilgancha qilamiz. Bu yog'i nasib. Endi yana ham o'zimiz ustimizda ishlamiz, xudo xohlasa. Hamma sabablarni qilib qo'yilgan. Xudo xohlasa sababini qilibdi, xudo xohlasa bundan. Buni hech puldan qilib beramiz. Buni kvadratini 1.100.000 so'mdan qilib beramiz. 1.100.000 so'mdan bir qavatligini, 2 qavatligini 1.300.000 dan qilib beramiz. 1.8 mabodo bir qavat emas, menga 2 qavat kerak, oralari shumka bo'lsin, haligindaqa shovqin kirgizmaydigan bo'lsin deysizlar. 1.300.000 dan aka. Endi o'zingizlar telefon qilib, aka shunaqa deb tushib bering deysizmi yoki shu sharoitni tushuntirasizmi yoki razmerni, xullas ekrandagi nomerlarga bemalol telefon qilib so'rab ko'raverasizlar. Endi eng qiziq joyiga keldik aka. Albatta. Buni ochib ko'rsatamizmi? Albatta ko'rsatamiz. Bu darvozamiz shohona fason deyiladi. Boshda aytgan gapni siz ham aytib qo'yasiz, razmerni topganga. Xo'p, razmerni inshaalloh o'zingiz o'lchab olasiz. Hali razmerni aniqni o'lchamaganmiz. Videodan tashqari olamiz syomkani. Nalishdan nalishgacha o'lchamaganmiz, hali eni bilan bo'yni o'lchamaganman. O'zingiz o'lchab olasiz. Xudo xohlasa siz obunachilaringiz uchun shaxsan 7 million 8 million atrofida shtampovka darvoza razmerni ichiga bo'lishidan qat'iy nazar o'zimiz olib borib ustunovka qilib beramiz. Bir so'm pul berishmaydi. Faqat kommentariyaga razmerni yozishadi. Xom taxmin razmerni. Agar sizga to'g'ri kelib qolsa, biz qo'yib beramiz. Telefon bilan yozib qo'yishadi. Bittadan like bosib qo'yishadi, xudo xohlasa. Sizda ko'rinadi. Xudo xohlasa o'sha obunachingizni olib borib o'rnatib beramiz. Videosini sizga tashlab qo'yamiz. Bo'ldi. Yana bir so'm pul olinmadi. Yo'l kirasiga ham, boshqasiga ham olinmadi. Yana bitta savol aka. Xo'p.
u razmer 100% topganga 100% topganga. azizlar xafa bo'lish yo'q, hali 1-2 sm adasiyalar boshqa 100% topganga shu darvozaga ochib Besplatni qo'yib beramiz. Bitta bu emas, yaxshilab tushunib olinglar, bu emas. Bitta 7-8 milliondan atrofida bo'lgan shtampovka, ya'ni pechat darvozadan qayerda bo'lishlaridan qat'iy nazar O'zbekiston bo'ylab olib borib, Albatta. Ustunovka qilib beraman, 1 so'm pul olinmaydi. xohlasangiz mana masalan sharoitingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, razmer shunchaki topib birorta qiynalgan odamga ehson qilib yuboring. Albatta, agarda o'zlari sharoitlar hamma narsa bo'ladigan bo'lsa, Endi bu kommentariyada videoni ishtirok etmaydi-ku. 2 og'iz yozib qo'ysalar, Shuni kelib bo'lsa birorta sharoiti og'irroq qarindoshlargami, qo'ni qo'shnilargami hadya qilib yuborsalar. bu videoni ko'rib turib masalan u kommentariy yozishingizga 15-20 sekund ketadi. Endi u yoq o'z qo'lingizda, majburlash yo'q. Xo'p, ochamizmi endi? Ochamiz. Bismillahirrohmanirrohim. 1, 2, 3. Go'zalligini qaranglar buni. Bu yangicha fasonmi aka? Yangicha shohona fason. 2025-yilda eng trendi bo'lgan darvoza. Samarqand fasonni ham, boshqa fasonlarni ham demini beradi. Bu darvozamiz Samarqandga emas, o'zimiz Andijonga o'rnatdi. Andijon Marhamatga o'rnatdi. Marhamat Bu tumani. darvozani o'zidan Andijon Shahrixonga o'rnatganmiz. Shahrixon tumani. Shahrixonga o'rnatganmiz. Okomiz ko'rdilar ishimizni, videolarni ko'rdilar, hamma yog'ini ko'rdilar, ishimiz ma'qul kelgan ekan. Ina bunaqa darvozani bitta narsaga ahamiyat beramiz, qadrli obunachilar. Kamdan kam odamlar silliqqa ishlaydi bunaqa darvozaga. Silliqqa ishlaydi degani darvozani hamma yog'ini choklanib ishlab, pulni ustidan bo'shan tagida, eshikning tagida karniz bo'ladi, bilasizlar, g'udur-budur jo'ti, cho'tir sip bo'ladi. Aniq germetik sip bo'ladi bunaqa darvozaga. Biz silliqqa ishlab beramiz. Nimaga? Ertaga olgan odam ham bu darvozani yo'q deganda bir oyda bir marta yuvadi-da, yugandan keyin o'rinlarga haligi joy chankirib qoladi. Qattigan oqirib dog'ib qoladi. Mana bu narsa silliq narsa bo'ladi. Yaqinroqdan olib kelib ko'rsating, hamma yog'ini silliq ishlangan. Germetik degan narsaning o'zi yo'q. Pulni silliq ishlab, mana men tushunishim bo'yicha birinchi temir ustiga shpakilovka qilib, hali qiyshiq joylariga albatta. gruntovka qilib, kraska sepilgan ustiga. Albatta. Hozir buni cho'qidagi shkolovka beriladi. Bergandan keyin pulni taxtakajda olib chiqib, gruntovka sepiladi. Обязательно. Gruntovka sepishdan maqsad nima desangiz, darvozani aybini bilish. Qayda kamchiligi bor. Kamchilikni ko'ramiz. Mayda juda narsa kamchilikni ko'ramiz. Kamchilikni ko'rganimizdan keyin o'shalarni ishlab, kras sepamiz, keyin brendli lak sepamiz. Bo'ldi, azizlar, gruntovkani masalan tushunmagan insonlar uchun temir bilan kraskani bir-biriga yopishtirib beradigan vosita, yaxshiroq yopishtirib beradi. Shunchaki sepsa ham ishaveradi, lekin u mustahkam ish bo'lmaydi masalan. Albatta. Endi gruntovkaning asosiy maqsadi o'sha darvozaning qayerda nima kamchiligi bor, biz kamchilikni chiqarib beradi. Unga qarab biz ishlaymiz. Kimlar hisobida o'tadi, lekin albatta. Darvozamiz mana ko'rsangiz, lazerlar ham o'ziga mos bo'lgan. Lazerlarni ham ko'pchilik mana taglarini o'chib qo'ymaydi. Pulni biz taglarini o'chib qo'ygan, bu yerda yuvilgandan keyin mana taglarga suv oqib tushib ketadi. Ko'pchilik bekitib qo'yadi. Mana bu yerda suv o'rnagandan keyin meda zang chiqishni boshlaydi. Bu. Albatta. Xo'p, bu darvozamiz ham 2 qavatli bo'lgan, eng ideal faqat qiziqishda razmerini aytib qo'ymang. Hop. Razmer aytib qo'ymadik. Razmerini aytib qo'ymang. Razmer ozgina qilib aytib qo'yishimga. Xo'p. Xudo xolisa, mana shu darvozamiz inshaalloh bundan chiroyli chiqarishga harakat qilamiz. Alloh qodir qilgancha. Mana endi azizlar biz gapiraveramiz, lekin maksimal darajada o'zingizlar ko'rib turibsizlar, hamma sabablari qilib qo'yilgan, sababini qilib qo'ygandan xavotir olmasa ham bo'laveradi-yu. Bitta iltimosdan yaqinroqda olib kelib ko'rsating. Mana TVdagi nalishni bir qator ko'rsatib qo'ying obunachilarimizga. Mana oldidagi nalishiga ham 35-40 sm oldiga chiqadi. Bu tekis bo'lib qolmaydi. Ichidan ham ko'rsataylik. Ha, buni kattaroq qilib chiqarsa ham bo'ladi. Bu hozir ini kichkina hisobiga 2 qanotli bo'lgan. Buni agar ini 4 metr, 4,5 metr joy bo'lgan bo'lsa, bundan ham udar chiqadi. Kirib chiqadi eshigi addini bilib, bundan ham zo'r chiqadi. Hozir razmerini aytib qo'ymaysizmi hozir? Yo'q, razmer aytmaydi u. Aytmadi. Yo'q, 4 metr, 4,5 metr atrofida joylar bo'ladigan bo'lsa, eshigi addini bo'lsa, yana bundan ham chiroyli chiqadi, xudo xohlasa. Xo'p, bu hech qanaqa azizlar qaytarib o'taman. PR video ko'tarish uchun emas, mana akamiz lavz deb aytayapti, xudo xohlasa. O'zi bizni kuzatuvchilar ham biladi, unaqa PR-larga aralashmaymiz. Bitta 7-8 millionlik darvoza. Albatta, aka, bizni ham Alloh ko'rib turibdi. Har kim niyat yarasha kun ko'radi. Siz ham biz ham atmoqchi bo'lganim, razmer o'zingiz o'lchab olasiz. Hali metrdan o'lchaganman, ini bilan bo'lishini o'lchab olasiz. Videoga olasiz. Kimda-kim kommentariyada topsa, xudo xohlasa besplatni bitta shtampovka darvoza qilib beramiz 7-8 million atrofida. Tushunarli. Endi bunisiga o'tavuraylik, videomiz ham cho'zilib ketib qolyapti. Xo'p, bu darvozamiz high-tech darvozani Dubay fasoni. Bu nerjivekali bo'lgan. Darvozamiz 2 qavatli, o'tib metrlari qora 4 cm bo'ladi. Qalinligi. Bularning polnistini o'zida gepga ega chiqadi. Qalinligi deganingizda bu yonini aytyapsiz, to'g'rimi shu joyini? Albatta, mana shu ichida mana shu 4 cm mana shu ichida o'tib metrli bo'ladi. Bu. Mana bundan ham bo'ladi, bundan ham bo'ladi, o'tib metrli bo'ladi. Chekkalar polni nerjiveka, ikkita yo'ni 10 gun, tagi sho'ylar bo'lgan. Kvadrat metrni 1,350 ming so'mdan nerjiveka qilib beramiz. 1,300 ming so'mdan nerjiveka qilib beramiz. Bo'ldi. Xo'p, aka endi bu ham Samarqand fason. Bu ham Samarqand fason, buni nalishigi yo'q, nalishigi endi tayyor bo'libdi.
Nargiga qaraganda buni listi boshqacharoq, bu chiziqli, u nargisi toshli. Bu qayerga ketyapti? Razmeri, pullarini ayting. Xo'p, bu darvozamiz Farg'onaga o'rnadi. Farg'ona viloyati. Farg'onaga o'rnadi. Farg'onani aeroport oldiga o'rnadi. 1.8 dan 2 qavat. 1.8 dan 2 qavat bo'ladi. Xo'p, necha puldan qilib berasiz buni? Necha puldan qilib berasiz? 1.350 ming so'mdan nerjivekaga qilib beramiz. Nerjivekadan 3 santimetrli nerjiveka aylantirilgan. Polni hamma yog'i texnologik nerjiveka yopishtirilgan. 1.350 ming so'mdan nerjivekaga qilib beramiz. 1.300 ming so'mdan nerjiveka qilib beramiz. Kvadratiga 50 ming so'mdan nerjiveka rol o'ynaydi. Albatta, 50 ming so'mdan qo'shiladi. Samarqand fasonchi buni necha puldan qilib berasiz? Samarqand fasoni kvadrat metrini 1.300 ming so'mdan qilib beramiz. Boshda bilan bir xil ekan. Bir xil bo'ladi. 1.300 ming so'mdan qilib beramiz. Arkelani polni listidan chiqarib beramiz, xudo xolisa. Buni ham nelishiklari bor, xudo xolisa. Bo'ldi. Endi aka, haligi shuncha darvozalar qilsa, endi arzonni ham bitta ko'rsatib qo'yaylik. Xo'p, mana shtampovka darvozamiz yangicha stilda, yangicha dizaynda. Buni kvadrat metrini 1.3 list deyiladi, 1.2 chiqadi. 450 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab uстановка qilib beramiz. 450 ming so'mdan mana azizlar. Xo'p, endi yana bitta savol aka, o'zi ko'p savol beraman odatda. Obunachilardan kelgan kommentariyada o'qiysiz baribir. Inobatga olgan holda. Xo'p bo'ladi. Buni kanaldan ko'rib keldim desa, nimadir qilib berasizmi yengillik ham? Kanaldan kelib qo'yishsa, bunaqa dorda ko'pchilik prosto zamon qo'yadi, zubr zamon qo'yib, rezinkalarni qo'yib, orqasiga zasholka qo'yib beramiz. Zasholka degani har kun qachon o'kirganda kelt o'zdan qulflanishmaydi. O'zi zamon o'zi alohida zasholkasi bo'ladi, o'shani o'zdan o'chib yopishaveradi, xudo xolisa. Bo'ldi. Buni hozir qayerga ketyapti bu? Bu darvoza Andijonga. Andijondan ko'p zakaz bo'lyapti ekan. Bog'shon, Andijondan ko'pchilik. Bo'ldi. Aka, endi eng kerakli nuqtalarga yetib keldik. Albatta. Mana shu shtambovkani, mana listli darvozalarning kraskasiga. Xo'p, kraskachi endi ko'pchilik aytadi 5 yil deydi, 7 yil deydi, 10 yil deydi. Siz bilan bizda ko'z ochib yumimiz hech kimga garantiya yo'q. Biz garantiya beramiz, nima deb? Tenjonimiz sog' bo'lsa, kraska qo'ysa, olib borib bespravni silib beramiz deymiz. Lekin haligi 5 yil garantiya beraman, 10 yil garantiya, albatta gap bilan gap farqi bor. Faqat gap gapirayotganini aytish kerakki, siz bilan biz istiqjommiz. 5 yil garantiya beramiz, tenjonimiz sog' bo'lsa, borib bespravni qilib beramiz deyish kerak. Bo'ldi. Tushundim. Endi Samarqand fasoni bitta ko'rsatib o'ting mana. Aka, bir daqiqa to'xtang, yana savollar bor. Albatta. Sizga mana shtambovkaga yoki listliga buyurtma berdi. Xo'p. O'rtacha hisobda necha kunda tayyorlab berasiz? Shtampovkani bo'ladigan bo'lsa 1 haftada. 1 haftada tayyor qilib. Albatta. Endi mana bu dorizadan o'ziga qarab, orqangdagi dorizalardan bo'lsa, chekkadagi dorizalardan bo'lsa, 20 kun bilan 25 kun oralig'ida. Endi Samarqand fasonlari o'sha 20 kun bilan 25 kun. Endi fasonlar oddiyroq bo'ladigan bo'lsa, xo'p, azizlar, mana atrofida. Buni aytaylik 7 kun emas, 10 kungacha maksimum, bular maksimum 1 oygacha tayyor bo'lib. 1 oyga bormaydi, xudo xohlasa. Maksimum 1 oy. Bo'ldi, maksimum deydi. Ina ish jarayonini tashab turamiz, ko'rib turishaveradi. Yetkazib o'rnatib berish xizmatlari qayerlargacha mavjud? Butun O'zbekiston bo'ylab. Bepul. Bepul, besplatni olib borib uстановka qilib beramiz. 12 ta viloyat. Faqat Qoraqalpog'iston Respublikasi bilan Xorazmga bedan yuklab chiqaveramiz. Nimaga desangiz, Buxorodan ham salkam 600 kilometr. O'zlari o'rnatib olamiz. Bedan chiqaveramiz, yo'lkasini berib o'zimiz chiqaveramiz, uстановка qilishadi. Pulingizni beraman anasonaga kelib o'rnatib bering o'zingiz desachi. O'zimiz bir uстановка qilib beramiz. Qilib beraverasiz. Albatta. Qo'shni davlatlardan mana Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston kecha kuni ko'rdik. Qirg'izistondan yashillar ko'pchilik olar ekan O'zbekistonda darvoza. Buyurtma o'zim qilganingiz ko'p. Ular qanaqa kelishiladi? Xo'p, kechagina o'zida Qirg'izistonga doriza chiqarib yubordim. O'zimiz Andijonni marhamat o'tadigan joyi bor. Doriza chiqarib yubordim Andijondan. Xo'p, neytralkagacha xohlasa olib beramiz. Agar dogovor qilsak, kelsak, kargo xizmatidan o'zimiz so'rab, o'ylagacha olib uстановка qilib beramiz. O'lchab kelish ham o'zimiz o'lchab keladi, muammosi yo'q. Bo'ldi, tushunarli. Kelishiladi xullas. Albatta kelishamiz. Bo'ldi. Keyin sizga darvoza buyurtma qilgan inson oldindan qanday to'lov qilish kerak? Xo'p, biz katta summa olmaymiz. Nima uchun? Katta summa olmaymiz. Summa olamiz, katta summa olmaymiz. Misol 20 million dollar zakaz qilishda 200 dollar, 300 dollar pul olamiz. Qolgan pulni 10% atrofida. 10% atrofida olamiz. Qolgan pulni olib o'rnatganimizda olamiz. Faqat naqd pulga ishlasizlarmi? Albatta naqd pulga. Naqd pulga ishlanadi. Azizlar, mana endi ko'rib turgan darvozalar hammasini obzorini qildik. Nari tarafda yana bitta Samarqand fason bor deyapsiz, ha? Albatta. Ishlanayotgan, tayyor bo'lmagan. Samarqand fasoni arkalar bir qator ko'rsatib qo'ying. Bo'ldi. Mana aloqaga chiqaverasizlar Anason akamizga mana. Xo'p. Ish jarayonimi bu? Mana bu ish jarayoni, hali bu simchotka qilingan, holat chaqlanmagan. Mana ko'rasiz, arkalar o'zidan polni lesuvdan chiqarganmiz. Bo'ldi, tushunarli. Oldin ham biz bunaqa dorizani
listdan chiqarmasdan oldin biz ham to'g'rab chiqarganmiz. Mana shuni shaxsan har 1 santimetr yo 1,5 santimetr kesib chiqiladi polni. Kesgandan keyin suvarka qilib, suvarkadan keyin chaqlagan sari mana temir qiziydi. Qizigan sari yupqalashib boradi. Unga polni shkolobga tutash kerak bo'ladi. Shkolobga bu sinadigan narsa bo'ladi-da, 1 yil, 2 yillik cho'qta sinadi. Shpaklyovkami? Ha, o'shangacha Shpaklyovka polni qattiqroq yopib olgan ko'chishi mumkin. Ha, albatta, o'shangacha biz iloji boricha maksimalni klientlarimizni o'ylagan holatda har kelini polni suvdan chiqarib beramiz, xudo Xo'p, xohlasa. aka endi xudo xohlasa shu videomizdan inshaalloh nasib qanchadir buyurtma olsangiz, Xudo xohlasa. yaxshi qilib bersiz bo'ldi biz kanalimizga. Bo'ldi, inshaalloh. Alloh qodir qilgan qilib chiqarib beramiz. bo'ldi. Obunachilarga bir gaplaringiz bormi aka? Obunachilarimizga endi tenjonlari sog' bo'lsin, umrlari sog' bo'lsin. Bo'ldi. Endi o'zingiz ishlatayotgan telefon raqamlarini WhatsApp, Telegram'i bilan aytib bering. Hop, 93lik 93 kodi bilan 176 176 0070. 0070. Albatta. Bitta raqam xolos. Bitta raqam xolos. Bo'ldi, azizlar, Anasxon akamizga ma'qul keladigan bo'lsa, ishlari o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Men maqtamayman ham, boshqa ham mana o'zingizlar ko'rib turibsizlar, chunki o'zingizlar kelib ko'rganlardan keyin guvohi bo'lasizlar. Hamma yoq mana akkuratni ishlangan, cho'tki holatda. Like bosib, uyda qurilish qilayotgan yoki darvozasini masalan kimdir o'zgartiradi vaqt kelib, yuborib qo'ysalar, imkon qadar hammamizga manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Hammaga omad azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.